Shahzoda va bo'ri multfilmidagi Knyaz hamda Uch Bahodir multfilmidagi Alyoshaning bobosi Tixin va Uch Bahodir dengiz ortida multfilmidagi Changalzordagi o'sha chol, ular aka-ukami va nega bir-biriga juda o'xshash degan savollar ko'pgina muxlislarda tug'ilgan va siz ham payqagan bo'lsangiz kerak. Bugungi videoda shu haqida bilib olishingiz mumkin. Bir necha nazariyalarni ko'rib chiqamiz. Aslini olganda ular boshqa multfilmlarda, ammo bir-biriga bog'liq jihatlari juda ko'p. Birinchi navbatda ikkala multfilm ham Millennium Animation studiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, Uch Bahodirlar multfilmining ilk qismi 2004-yilda chiqarilgan va juda omadli kelgan. Va Millennium Animation studiyasi shu multfilmga ilhomlanib 2011-yilda ommaga Shahzoda va bo'ri multfilm taqdim etgan va u ham juda katta mashhurlikka erishgan. Endi esa mavzuga qaytsak, Shoh, Tixin va Changalzordagi chol, ular aka-ukami nega bir-biriga juda o'xshash? Shahzoda va bo'ri multfilmining 3-qismida Barzangi o'z tanasidagi tatuirovkani qahramonlarga ko'rsatganda, uning tanasida Uch Bahodirlar multfilmining 1-qismidagi ayrim bir voqealarni ko'rishimiz mumkin. Bundan kelib chiqib aytsak bo'ladiki, ikkala multfilm ham bitta olamda bo'lib o'tmoqda. Bunga isbot uchun mana bu sahnani ham ko'rishingiz mumkin. Uch Bahodirlarni olib turdim. Xo'sh, unda bular qanday aka-uka bo'lishi mumkin degan savolga kelsak, Tixin juda aqlli. U Shohga o'z saltanatini qaytarib olishga yordam beradi. Knyaz bo'lsa, xumkalla ham bo'ladi. Changalzordagi cholga keladigan bo'lsa, u Knyazdan ham o'tib tushgan xumkalla. Menimcha Knyaz bular bilan aka-uka bo'lgan va kelisha olmagan va 39-saltanatga borib o'z hukmronligini davom ettirgan. Bunaqasiga ham savol tug'iladi. Unda nega bu saltanatda Tixin emas, Shoh hukmronlik qilgan? Kelinglar, o'zimning shaxsiy fikrim va bu franshiza muxlislarining fikrlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. 2023-yilda chiqqan Uch Bahodirlar va O'tmishga qaytib multfilmida ko'rdik. Shoh o'tmishga qaytganda, o'tmishda u o'z avlodini hukmron bo'lmaganini ko'radi. O'tmishda mana bu chol yetakchilik qilayotgan bo'ladi. Nimadir g'alati, chunki Tixin mana bu cholga juda ham o'xshaydi. U kabi jasur va qo'rqmas va aqlli. Multfilm davomida shuni ko'rdikki, Shoh o'z bobosiga hukmronlikni, ya'ni taqalarni topshirib ketganini ko'rdik. Va bu voqeadan so'ng Shohning bobosi hukmron bo'lib qolgan va shuning evaziga Tixin hech qachon shoh bo'lmagan. Bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Bu kanaldagi birinchi video edi. Va keyingi videoda qaysi multfilm yoki kinoni tahlil qilib tayyor qilishimni istaysizlar, uni ham kommentariyada yozib qo'yish esdan chiqmasin. Telegram kanalga ham o'tib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Hammaga xayr.